Kanka mükülüne. Hamitning o mijozda udullikka qolgan kim bo'lsa yaxshi ko'radi. Tunca qetdim bundan Hamitkan yanto görüp sizden şu vaqtda. Ben başta ayıqını görüptüm ha. O loğun topa esken bu da bunda ol qalsam Maç bekleyin. dolaylık göz aldım. Bunda ol qalsam. Şonlan imda şeyde o kızlar bilen çaqtaq qılıp deyişip ketdik. Deyirsek şon bilen aqınlaş kostyum burulkusu bilen keplam. Malum çıketdi de bu sizlerden sağdışınlar çöçekten Hamid qopur buldu dep çıketse şon bilen. Men özemning nemisida shu vaqtlardamda cho'nspat eg'ir bisiq az kam so'z balani yaxshi ko'ratdim-da. Yilqiyadin keplam o'tirdi. Miyaqti 9 o'g'il bola biz bagarib turmiz. O'tirib keplam. Men bu pisog'i tushalayman deb dur tushdi ha pisog'a. Voyishdan deb qoldim men. Shuning bilan men buni o'xshayta olayman, men bu qila olayman deb ketganda, shuning bilan ay qizlar samalaydi. Cho'nspat emasga sizlarga berdim deb. Ammoqan. Men endi xiyolimda bu balon chiroyashda bo'lganki, bek cho'nspat bu bal deymanda hozir yog'anma cho'nspat o'tag'ini. Bekshit. Sho'q. Qiziq O'ydi Hamid. İşten yıkıldımı? İşten azar İşten yıkıldı. Diyenler dedi de yaxşı yağ yaraşmaptı Hamid ağ deb. Şu aşına Bunların tükünü dep aldım emez. Hazır men bunda o'tag'an bilan uyda o'yin chiqtirib adam o'ynaydi. rastımı. Allah oynaqına degan. Chiqilibmishda o'rlashtirdik ya. Men iliqi jonliq hammani hamda joy-joyiga o'rlashtirib qildigan. Hamda men bu ikkimiz hamda iliqi keyin to'y qildik-da, bu to'yni shu 20 necha yosh vaqtida hech nimani bilmaydigan, er degan mushkanda, xotin degan mushkanda degan vaqt qildigan narsaga. Men u 40 yoshga kirib, noyit pishib bitilib, aqlim tushib, aql idrokim tushib ketgan vaqtlarda bu bal bilan to'y qilib qoldim-da. Bu balninki u yoq qarisini o'ylayotgan, bu yoq qarisini o'ylayotgan bek shash vaqtingiz to'y qilsangiz bo'lmaydi ekan. Shuning bilan voy Hamid, mana bunda qilmaymiz, anda qilmaymiz deb boshdagi mezgillarda bek kuchayib ketibdi-man. Endi hozir qanday nim qildim desangiz, odam bu dunyoni o'zgartirmayotganmiz, jamiyat o'zgartirmayotganmiz. Undan keyin bu yenimizga odamni menga o'zgartirmayotganmiz. Eng to'g'ri usul o'zimizni o'zgartirishimiz kerak ekan. Shu bilan hozir masalan Hamid men jil qilib birga birni qo'shsa 17 desa, "Va, nimda aqlliq." Bek aqlliqchimi jinimayrimsan deyman. Anda 490 başta davolaydi ekan. Davolatma. Ning mingni masalan shundoq ochiq bu ning limon. Bek totqam limon da qo'ydi. Biz shu burun degan yo totiq emas bu limon degan ochiq chuchuk tursa deb kirishib qoldim. Hozir totiqma bir kilo kirib yegandek Fayziya deymizmi? Men mana shu totiq deb o'ylayman, da qo'ymadan shuning bilan hozir ashta deganning yo'qi hamdi. Suv ichkamsiz. Do'stlarimiz hamdi. Ikkimiz hamda ro'ncha bo'lib, hamda mijozlarimiz. Endi chiqishyapti. Endi chiqishyapmiz. Mo'g'ilchidan o'tdik. Lekin sog'lashmay ko'rmaydi. Ikkimiz nimda urishimizdan bizning ma'lum Tursunjon Zunun kasbiy ma'lumimizchi kasb dars bergan. Bu balning Nijat Tursun. Shuning bilan meni bir kuni, "Ya Tursunjon ma'lum sen oshta tarbiyalaganma" deydi. Bu oilalarning munosabati. Shuning bilan Mehmet dedim, "Nijat ma'lum sen oshta tarbiyalaganma" deb boshqa. Bo'pti, de kichikda. Addiya. Cho'nqib oldim lekin. Yeshik yetkichimi bu? O'shlarni azab. Meningki ikki og'inam bor. Mana shu hayotim ta'sir ko'rsatgan. Bek yugash sodi qo'lga yaqin og'inam. Birisi Hamid, birisi O'ljilik Komil. Komil mishat o'ta sotgas o'tda. O'xshab qolamdi Hamid bilan. Biz o'xshab qoldik. Ko'kak bir akam bor degan u. Qaynapamni bir o'g'limni jutirib qo'ygan, g'uzib berib taqatdi. Hanzu bozorda. Uyingni topdim bor. Menini bilan ko'rishaylik. Penimiz o'xshash. Lekin bek o'xshaydi ekan. Mashqisi biri o'kirib qo'ysan, to'ng'ish parancha olaydi. Bunda o'ylab qoldim. Aslida devri bilan cho'lpa Yunusni birga kesib. Rasa, Ishki suvalni tashlab qo'yib chiqib ket, tomoqlar yeb kirdi. Aparat turib, yuzda. rasa. Hamid og'inamdan bir ikki qiz gapdan angsak bo'ladi ham dedi. Qandaq Gaqlamavasa aka. gap qildi, dinir ani qo'lga kirib. Hamidkamga udul tashlab bersang bo'ldi gapni. Gaqsun desa aka. Bu yerda gap chiqmay qoldi. Hamid odash Masalan, aka necha kirdingiz? Rasmi gap qildim. Shu rost gaqsun aka nim demoqchisiz? Bo'lmaqbi. Voy ya aka,
Elektrodu da sorayım zamanların işini. Nasıl Ara- Şans kılamıyorum. Bir rasa da. Özanı işinga şikayet koysan burada. Şikayetse. Özanı işinga. Rasa 14. 15 30. 30 mu? 30 ke. Lekin bu Hamidkam burun chiroyidan yo'qotmabdi hujumi. Yo'q, shu bitti. Ha, shu peti. Azroqla bir samirib qolgan ahvollar bor. Burun yuz chaplaqni ishiltib. Ha. Chechimi oqarmabdi Hamidkamdan. Ya mayoq qochish bo'pti. Qochibdi. Ha, do'ngning qari qolmagan bilan mayoq tushib bo'pti. Eyvallah. 3 gün bu yedi. Hamidka tunji qitim bilan shu kirib qolmiz. Umradan yaxshi ko'rib qolgan ahvol bormi shu 98-yilda? Ashtami? Tunji qitim. Hamidning o mijozda uddullikka qolgan kim bo'lsa yaxshi ko'radi. Adamlar vaqti sinib eng sho'qiymish ochdan shitni. To'g'rilik qog'oz pul yaxshi Hozir ko'rgan. qonda keltirib olgansiz aka. Ya meni keltirib olgan. Ashtami? Qarmoq qo'shu Umradan Nabat qolgan men keltirmaychi shu tayyas qilam. tayyorda. Ishlardagi Qosimni yutlab kiryapti. Kirgan betil tandomay dada devam. Bu o'zimni uqmaylam o'tib qolgan. Foydasi qoldi deb qo'yishdi. Bir nas bir nizing sumkada. Boshqa bolalar yo'qdi ada sizdan. Qasim qilmoqda. Onu ayrımlab bereydi. Ayrim. Akbar, tasbih etsin yana. Ya unda Hamidkamning bola buqas Komilkamda bo'ldi-da shu. Ha? Ya aşımış başına balısı mı ya o? Yandır kesek. Kamera ikiler çoğlan tippe dok. Komilkam mükülüğe. Programda düşkendeki mindayını kapıp sana. Öcüp oxşatdığına soqqan meni.